Assalomu alaykum. Bugun biz Yonnamda universitetidamiz. Bahor fasli ajoyib. Mana bizni do'stimiz Ibrohimbek. Bir-ikki og'iz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Janubiy Koreya Yonnamda universitetidan efir qilyapmiz. Bugun havo ham issiq, ham sovuq, shamol bo'lyapti. Shunga qaramasdan juda ham chiroyli gullagan. Ya'ni biz velo sayrni bugun boshladik. Bitta sherigimizni kutib Mana do'stlar, biz hozir Yonnam universitetidan Daegu universitetiga yetib keldik. Valsaptilada sayohat mazza. Necha soat yurdik? 1,5 soat. Biz yurmadik. Sekin keldik. Ajoyib manzara. Daeguda universitetidamiz. Juda ham chiroyli manzaraga ega bo'lish mumkin emas, chunki Koreyani istalgan yeriga bormang, bahor va kuz oylarida tabiat shunaqa chiroyli bo'ladi. Hamma yoqda gullar gullagan, bahorda, kuz oylarida esa daraxtlar sariq, qizil, siyohrang ranglarga kirib, yanada tabiatni go'zallashtiradi. Velosipedda taxminan 15 kilometr yurib mana shu masofani, mana shu manzarani ko'rgani keldik. Bahor bo'lishi bilan va kuz bo'lishi bilan hammani qiladigan ishi bu rasmga tushish va rasmga olish, storiyalar yozish, turli xil bloglar yurg'izish. Koreyslar juda ham aktiv bunaqa masalalarda. To'g'risi ham arziydi-da, maza qilib shunday tabiatdan bahra olish kimga yoqmaydi deysiz? Albatta bilgan odam maza qiladi bunday joylarda. Mana bizni komanda. 안녕하세요. 눈. 여기는 호수 있습니다. 내린 내린 나무. 지금 최고 예쁠 때다. 우리가 제일 예쁠 때 왔다. 아직 한 개도 안 안 떨어지고. 떨어지고 쫙 폈고. 네. Shunaqa gaplar vaqtni qilib biz Janubiy Koreyaning gullagan narxlar orasida kezib yuribmiz.